Yo, salom barchaga bolalar, bu sizlar bilan men Mansur. Bugungi videomizda Level Devil degan o'yin bo'ladi. Bu o'yin o'sha hamma tanigan dunyodagi eng qiyin o'yin. Xo'p, bunda biz o'yinni boshladik. Hozir biz birinchi raunddamiz. Qani ketdi. Yo, уже birinchisidan tushib ketdi. No'ch chiqsiyo. Mashti. Bunda o'tdi. Menimcha uncha qiyin bo'lmasa kerak. Buni o'yin davomida ko'ramiz. Voy, ana narsa chiqadi deb o'ylayapman. Bola kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin, tezroq 2000 ta bo'lishimiz kerak. Voy maraz. Bu o'yin menimcha sun'iy intellekt bilan ishlasa kerak, yo bo'lmasam dasturlar shunaqa yaratilgan. Yana bilmadim. Bunaqa mavzuga aralashmaganimiz ma'qul. Da o'tdi. Birinchi bosqichlar oson bo'lsa kerak. Bu o'yin yaxshi tomoni, yana bitta plus tomoni, o'lsangiz easy tirilasiz va o'lish miqdori cheklanmagan. Ya'ni 3 marta o'lib qolsangiz, уже o'yin tugadi degan emas. Va bosqichlar ko'p ekan bitta va pishi ko'p ekan. Hop, pastga tushamiz. Voy dalin. Bu narsalarga tegmaslik kerak ekan. Sakra. Ha, maraz. Ana loq deb o'ylaydi bular. Qo'y. Давай. Давай. Sakra. Esimdan chiqib qolyapti. Voy. Ay, yerda sakra oldim. Hozir cho'za. Bo'ldi, easy o'tdi. Ikkita qoldi, keyingi raundga o'tamiz. Oh. Ko'rdinglarmi? Bitta urinishda o'tdim. Hozir bu narsalar kelishi kerak menimcha. Bo'ldi. Okey. Qo'y tali. Tezlikni qaranglar buni. Keyingi raund. Voy. Loq deb o'ylaydi-ya bular meni. Mana shunaqa narsa birinchi raunddan chiqish kerak edi. O'yin qiziqarliroq o'y. Ko'p gapirish eshakka yuk. Lekin biz eshak emasmiz, o'shaning uchun ko'p gapiramiz. Easy. Qiyin emas o'yin. Dunyodagi eng qiyin o'yin deyish endi shart emasdir. Balki bu birinchi raundda ekanligimiz uchundir. Yana bilmadim. Bittadan og'ilish kerak. Bu menimcha yuradi. Yurar ekan. Menimcha o'yin sujeti ham shunaqa qilib ketadi. Loq deb o'ylaydi bilaman o'zicha. Ketdi keyingi raund. Mana sakrash kerak. Bachkola bizga nima beradi? Oxirgisi keldi. Yo, ikkita ekan. Dalin, biz tushib ketyapmiz. Bishik. Okey. Portlovchi modda edi anavisi. O'shaning uchun yaqinlashmadik. Davay. Biz ko'proq sakrasak ushar ekanmiz. Endi tushundim. Yaxshi. Yoshlar. Portlovchi moddalar. Yaqinlashmanglar.
İyi yürüyapti ular. Voy sağ oldu. Ölüp ketardi. 31 marta ölüpmiz shu paytgacha. O yaxshi. Bu teskari bo'lib qopti-yu joystick. Voy. Ketdi. Bo'ldi, emas ekan. Prosta moslashib olish kerak ekan. Sakrab emas ekan. Bo'ldi, easy yaxshi. Easy. Sakrashni qaranglar buni. Okey, yaxshi. O'tdi. Swing round. Endi shuni o'zgarib qoladi. So'qayotganda o'zgarib qoladi. So'qayotganda. Okey. O'tdi bola. Tak bola. Ovozi past qilsa bo'lar ekan, nastroykasi bor ekan bu yerda. Portugal, ingliz tilini tanlasa bo'lar ekan endi. Xo'p bola, bugungi video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi qismda mana shu bossni oldiga borib, bossni yo'q qilib kelamiz. Undan keyin vashshe ko'p raundlar bor, mana qarang. Yana bor va mana shu bilan tugaydi. Keyin 3-ikkinchi qismlari bor. Bu butun umr video ishlashga yetadi, bu o'yin. Keyingi videolarda ko'rishguncha bo'la, sizlar bilan Mansur bo'ldi. Kanalga obuna bo'linglar, chunki ikkiga bo'lishimiz kerak.